O'zi Alfraganusga shu brend uchun keldim. Krispy Kreme degan brend Amerikani donatslari. Bu brendni yagona do'koni Alfraganusda. Sizlar ham kelib, yuzdiglarni olib kelib, xursand qilishingiz mumkin. Bolalaringizga albatta yoqadi. Bu ponchik ichidagi nachinkalarni yesanglar, Crispy'ni eng yoqqan tomoni mana shu yer o'zida pishirishar ekan. Hamma jarayonlarni siz shaffof oynada ko'rib turishingiz mumkin ekan. Sveji qilib klientlarga topshirishadi. Zo'r qiziq bir jihatini aytaman. Siz va biz biladigan o'sha mashhur KFC brendi Amerikada paydo bo'lgan, Kentuckida. Bu brend ham Kentucky'nikiga, ya'ni KFC bilan bitta shaharda paydo bo'lgan brend. 1937-yildan beri bor. Tasavvur qilyapsizmi? Mana shunaqa oldim. Set 12 ta ichida. Mana shunaqa 12 ta donatlar bor. Har xil. Shu assortimenti 160 ming, 170 ming bo'ldi. Sabab mana premium 3 xil premium versiyasi bor ekan. Qolganlari o'sha setda bor. Shu donatlardan Dubayda yashagan paytim har kuni yirdim. Har kuni korobka olib kelardim. Shu uchun semirib ketganman. Sizlar ham agar semirib ketishni xohlamasangiz, suv iste'mol qilmanglar. Yeb turinglar bir oyda bir marta. Xullas zo'r donatlar. Mana ichida fabrikasi ham bor ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Shu yerda tayyor pishirib, shu yerda o'zida sveji pishirib turib, qutilarga solib, mijozlarga yetkazib o'tgan.